Assalomu alaykum Ozbek Hoshim muxlislari. Hurmatli parvozlar. Bu cho'jamiz 20-sentyabrda chiqqan. Hozir 4 oylik bo'ldi. O'sha taniqli Toshkentlik Jasurbek yapon makiyondan chiqqan. Dishonjon degan ukamiz oldi boshligida. O'ta yuruvlari ham yomon. Yo'ldor girakash, ikkala tomon tuproq tashlaydi, yoshlik bo'lganman, tanaga ham uradi. Ana to'llari. Yaqinlashtirib qo'ying. Hamma yo'q joyida. Buni bitta ham tanasini shu o'rtachasini Qashqadaryoga berdik $100 ga. Bugun yetib bordi, kecha chiqarib bordik. Hozir 2 ta xo'roz, 3 ta makiyoni qoldi. Mana cho'jalar. Hozir makiyonlarni ko'rsataman. Hammasi yaxshi, yeb ichishlari joyida. Yuruvlari ham zo'r. Juda girakash, tanaga uradi. Ikkala tomonda yuradi, kalla umuman bermaydi. Mana hurmatli parvozlar, bu ikkinchi xo'rozimiz. Hozirgina ham tanasi ota bitdi. Birga bir olinganda bular. Bitta xo'rozda makiyondan chiqdi. Bunisini ham yuruvi o'ta yomon. Mana oyog'ida ham zavodskiy kalsolari bor mana. To'g'ri bir xil. O'ta zo'r urushqoq bunisi ham. Bunisi birinchi zo'ri. Hammasi yaxshi. Uyaltirmaydi, yeb ichishi joyida. Mana hurmatli parvozlar, hozirgi xo'rozlarning ham tana makiyoni bu. O'zi 6 dona chiqqan edi. Mana. To'llari ham chiroyli-da buni. Baxtli tuxum kiradi xudo xolasa. 2,5 kilodan kam emas. Xo'rozlarni tortib ko'rdim. 2 kilo 850 gram chiqyapti xo'rozlar. Bular ham 2 kilo 2,5 kilodan kam emas hozirgi holat. Mana to'nlari, onasi yaponda o'shaning uchun. Nihoyat urushqoq. Joning sog' bo'linglar. Mana akalar, bu makiyonimiz ikkinchisi. Shu xo'rozlarning ham tanasi. Hozir ko'rsatgan makiyonimiz, bundan oldin ko'rsatganimiz birinchisi edi. Bu ikkinchi makiyon bu. Mana buni ham bo'y basti hammasi bir xil. Prosta toni boshqacha, bir-biridan ozgina farq qiladi. Bu ham zo'r urushqoq. Xonim toza makiyonlar, xudo xolasa uyaltirmaydi. O'ta zo'r. Bu ham 2,5 kilodan tepada, kam emas 2,5 kilodan. Mana bo'y bastlari hamma yo'g'i zo'r. Mana akalar, bunisi 3-makiyonimiz. Makiyonlar jinni tonida farq qiladi, lekin bitta ona, bitta otani bo'ladi hammasidan. Toni bo'y basti. Bu ham 2,5 kilodan tepada. 20 sentyabrda chiqqanda, bir kunda chiqqan hammasi. Bir xil. To'q bedana ton bu. Qari mana to'q bedana. Yana patlari. Akalar ofshamasi yurgan paytda. Mana bo'sh yurgan paytda bu. Elektrikada turadi-da. Mana bo'sh yurgan paytda.